Mənfəətlik buluş. Məhəllənin qəhrəmanları. Məhəlledəki balalar bir yerə yığılıb oyunğa tayyorluq qılıb atdı. Oyun üçün aldı bilan bir qəhrəman tanlash kerak idi. Mən bu məhəlledəki ən küçlük bala. Şuna məhəlləmizin qəhrəmanı mən boluşum kerak. Mən bu məhəlledəki boyu ən ögüz bala. Sizlərning boyunlar yetməgən yerə mənim boyum aşağı yetidi. Şuna məhəlləmizin qəhrəmanı mən boluşum kerak. Biz bu məhəllənin ən aqıllıq balaları. Yeni işlarni o'ylab chiqalaymiz. Şuna məhəlləmizin qəhrəmanları çoxum biz bolishimiz kerak. Deyishdi Sara bilan Hajar. Balalarning gap talashishlari yo'l bo'yida o'ltirgan aqil bovayning qulog'iga kirib qoldi. U balalarning yeniga berib, "Balalarim, ruxsat qilsanglar, suhbatinglar menmi qetilaymi?" dedi kulimsirab. "Boya deganlaringlarni angladim. Sizlarga mahallamizning qahramonining kim bo'ladiganligini deb belgili keldim." "Siz o balaning kim ekanligini bilamsiz, aqil bova?" "Albatta bilaman. Men buni payg'ambarimizdan o'rgandim. Payg'ambarimiz mundaq degan: kishilarning eng yaxshisi boshqalarga eng ko'p manfaat yetkazgan kishidir. Demak, bu mahallaning qahramonimi boshqalarga eng ko'p manfaat yetkazgan bola bo'lishi kerak." "To'g'ri, aql bova, lekin qaysimizning eng manfaatli bola ekanligimizni qanday bilamiz?" "Qaranglar bolalarim. Baya hammanglar Alloh sizlarga ato qilgan ba'zi qobiliyat va alohidaliklarni tilga oldinglar. Bugun shu alohidaliklarni yaxshi bir ishga ishlatib beqinglar. Ondan mahallamizning qahramonlari kimlar ekan, birlikda tanlaylik." Bu gapdan keyin balalar nima ish qilish kerakligini obdan bilib olgan edi. "Hey, bo'linglar bolalar, endi tarqilib, aqil bovimizning deganidek qahramonlikqa loyiq yaxshi ishdan birini qilib boqaylik. Ondan yana aqil bovimizning yanida yig'ilaylik." Balalarning hammasi mahallaning har tarafiga tarqaldi. Aqil bovay ularni kuzatib o'ltirdi. Sara bilan Hajar mahalladagi bog'chalarni aylanishga boshladi. "Kimga qandoq yordam qilsak bo'la?" deyishayotganda Sara tuyuqsizla tangpongliqini yo'qotdi. Hajar darhalla do'stini tutib olib, uni yiqilib ketishdan saqlab qoldi. Ular orqasiga o'rilib qaraganida Hajarning butining bir o'rakka kirib qolganligini bayqadi. Sara bilan Hajar atrofga qarab, bog'chaning boshqa yerlaridami mushundaq kichik o'raklarning borligini ko'rdi. O'raklar chimlarning orasida ko'rinmaganligi uchun bek xatarlik edi. Bo'libmi, kichik bolalar putlashib yiqilib ketsa bo'lmaydi. Ikkisi birdam o'ylangandan keyin bir amal topdi. Ular o'raklarni bir-birlab tepib chiqib, atrofiga belgi qo'yib to'sib etmoqchi bo'ldi. Buning uchun daraxt shoxiga ketdi. Ular atrofga qarab, bog'chaning qo'rshav tomlarining ustidagi shoxlarni ko'rdi. Ammo tam bakli egiz bo'lg'ashqa ularning bo'yi yetmaydi. "Bir amalim bor. Arslandan yordam so'raylik. Uning bo'yi hammadan egiz. Bu shoxlarni osonla olaydi." Ikkaylan yugurib berib Arslanni chaqirdi. Arslan ularning shoxlarni elishiga yordam qildi. Amdiki ish bo'lsa, shoxlarni o'raklarning atrofiga sanjib muqimlash edi. Bu ish o'ylagandan bakrak tas bo'lg'ashqa kuchli bir aylan lozim edi. "O'tkirdan yordam so'rasak bo'ladi. U mahalladagi eng kuchli bola. Shoxlarni osonla yerga sanchiy oladi." Qizlar yugurib berib O'tkirni chaqirdi. O'tkir shoxlarni o'raklarning atrofiga sanjishga yordamlashdi. Hamda qiladigan oxirgi bir ish qoldi. Sara bilan Hajar uylaridan ilib kelgan qizil rangli lentalarni shoxlarga bog'ladi. Azgallarning atrofiga lenta tortdi. Bundaq bo'lganda balalar o'raklarni osonla farq etalaydi-da, bog'chada bexatar o'ynay oladi. Balalar o'zlari qilgan manfaatli ishini aqil bovayga deb berish uchun uning yeniga berib, hamma jarayonni bir-birlab so'zlab berdi. Hajar bilan Sara qoltis bir amal tepibdi. Arslan egiz bo'yi bilan shoxlarni elishqa, O'tkir kuchlik bilaklari bilan shoxlarni sanjishga yordam qilibdi. Hammalar birlikda bu ishni bitib chiqishi uchun tirishibsizlar. Bak yaxshi ish qilibsizlar bolalarim. Barakalloh. Demak, bu mahallaning bir emas, 4 qahramoni bor. Lekin qahramon bo'lish uncha oson ish emas. Yangi ishlar uchun sizlar ko'plab energiyaga muhtoj.
Elinglar, mana sizlarga qahramon bola kampirlari. Kampitlarni ko'rgan balalar aql bovayni quchoqlab oldi. Shu kundan boshlab balalar qilgan yaxshi ishlari sababidan butun mahallada qahramon balalar deb ataldi.